Salom hammaga. Bugun sizlar bilan Muraya pelikulasi haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Bunga ko'proq oziqalar berib turish kerak. Tuxum po'chog'ini ham soptiringlar, shunda yaxshi oziqlanadi. Suvni iliq holatda solasizlar. Agarda sovuq holatda solsanglar, gulimiz so'lib qolishi mumkin va shunaqa keyin haftada 2 marta sug'orasizlar. Purkab turasizlar va agarda shamollab qolsa aspirin berasizlar, o'shanda albatta tuzaladi. Keyin bunga o'g'itni solasizlar har xil. Keyin suvni ham normasida solinglar. Ko'p sovormanglar. Ko'p sovorsanglar gulimiz zararlanib qoladi. Meni tavsiyalarim sizlarga yoqqan bo'lsa, kattakon rahmat. Agarda sizlarga yana gullar parvarish kerak bo'lsa, etinglar. Men sizlarga albatta etib beraman. Bo'lmasam hammaga xayr. Podpiska bo'lib qolinglar.